Assalomu alaykum. Men Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika, psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 511 23-guruh talabasi Botir va Aziza bo'laman. Sizlarni slaydim bilan tanishtirib o'taman. Bugungi mavzuyimiz yuqori lab va tanglay tug'ma yorug'liklarining tasnifi. Birinchi reja yuqori lab va tanglay tug'ma yorug'liklarining rivojlanish sabablari va umumiy tavsifi. Ikkinchi reja yuqori lab yorug'liklarining tasnifi va ularning anatomik funksional xususiyatlari. Uchinchi reja tanglay yorug'liklarining tasnifi, turlari, anatomik darajalari va klinik belgilari. To'rtinchi reja kombinatsiyalashgan yorug'liklar, ularning klinik ahamiyati va oqibatlari. Yuqori lab va tanglay tug'ma yorug'liklarning rivojlanish sabablari va umumiy tavsifi. Yuqori lab va tanglayning tug'ma yorug'liklari embrional davrda yuz, lab va tanglayni shakllantiruvchi tuzilmalar o'z vaqtida birikmasligining natijasida kelib chiqadigan murakkab tug'ma nuqsonlardir. Homila rivojlanishining 5-12 haftalar davomida yuqori jag'ning medial, lateral yuz jarayonlari bir-biri bilan tutashib, lab va tanglayni hosil qiladi. Ushbu birikish jarayonining to'xtashi, sekinlashishi yoki noto'g'ri ketishi natijasida lab, alveola o'smalari va tanglay bo'ylab turli chuqurlikdagi yoriqlar shakllanadi. Ushbu yoriqlar nafaqat tashqi ko'rinishning buzilishiga, balki bola hayotining fundamental jarayonlari, ovqatlanish, nafas olish, so'lak yutish, nutq shakllanishi va eshitish funksiyalariga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Tug'ma yorug'liklarning paydo bo'lish sabablariga quyidagilar kiradi. Irsiy omillar, genetik mutatsiyalar, oilaviy moyillik, onaning homiladorlik davridagi holati, infeksiyalardan aziyat chekishi, vitamin yetishmasligi, ayniqsa folik kislotasi, stress, yomon odatlar, chekish, spirtli ichimliklar, teratogen omillar, dori vositalari, kimyoviy moddalar yoki radiatsiya ta'siri. Shu sababli yuqori lab va tanglay yorug'liklari murakkab etiologiyaga ega bo'lgan ko'p omilli patologiya hisoblanadi. Yuqori lab yorug'liklarning tasnifi va ularning anatomik funksional xususiyatlari. Yuqori lab yorug'liklari anatomik tuzilma, chuqurlik va tarqalish darajasiga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi. Ularning har biri o'ziga xos klinik belgilarga ega. To'liq bo'lmagan yuzaki lab yorug'ligi. Bu turdagi yoriq lab chetlarida soddagina ajralish holatda bo'ladi, biroq u burun teshigi tagigacha yetib bormaydi. Muskul qatlamlari qisman ajralgan bo'ladi, lekin klinik jihatdan yengil ko'rinishlar hisoblanadi. Ammo estetik nuqson seziladi. Bola emish jarayonida ayrim noqulayliklarni sezishi mumkin. To'liq lab yorug'ligi. To'liq lab yoriqda lab bo'ylab ajralish burun tagiga qadar davom etadi. Burun qanoti deformatsiyalanadi. Filtrum muskullari to'liq uziladi. Bu holat yuz simmetriyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Emish va ovqatlanish jarayonlari qiyin kechadi. Bir tomonlama lab yorug'ligi. Yoriq chap yoki o'ng tarafda bo'ladi. Burunning teshik tomon pastga tushgan yoki ichkariga tortilgan ko'rinadi. Chaynov va lab harakatlaridagi kamchiliklar funksional muammolarni yuzaga chiqaradi. Ikki tomonlama lab yorug'ligi. Bu eng og'ir ko'rinish bo'lib, yuqori lab ikki tomondan ajraladi va markaziy qism filtrum osilgan holatda turadi. Burun to'liq deformatsiyaga uchraydi. Alveolar o'sma ikki tomonga ajraladi. Ovqatlanish, yutish va artikulatsiya jarayonlari keskin buziladi. Jarrohlik rekonstruksiyasi jarayoni murakkab bosqichlarni talab qiladi. Tanglay yorug'liklarining tasnifi, turlari, anatomik darajalari va klinik belgilari. Tanglay yorug'liklari anatomik joylashuviga qarab yumshoq, qattiq yoki aralash tanglay qismlarini o'z ichiga olishi mumkin. Yumshoq tanglay yorug'ligi. Yoriq faqat yumshoq tanglay hududida joylashadi. Yumshoq tanglay mushaklarning birikmasligi natijasida bola yutishda va talaffuzda qiyinchilik sezadi. Nutqda burun tovushi haddan ortiq bo'ladi. Ovqatlanish vaqtida suyuqlik burun bo'shlig'iga o'tishi mumkin.
Qattiq tanglayning oldingi qismi yoriqligi. Yoriq oldingi qattiq tanglay hududida, ko'pincha alveolar o'smaga yaqin joylarda uchraydi. Bu holat tishlarning chiqishi, ularning joylashuvi va shakliga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'pincha lab yoriqligi bilan birga kechadi. Qattiq tanglayning to'liq yoriqligi. Tanglay oldindan orqa qismigacha butun uzunligi bo'ylab ajralgan bo'ladi. Og'iz va burun bo'shlig'i o'rtasida keng aloqa hosil bo'ladi. Bola ovqatlanishida qiynaladi. Burun orqali ovqat chiqishi kuzatiladi. Nutq og'ir buziladi. Yumshoq va qattiq tanglayning kombinatsiyalashgan yoriqligi. Bu tur eng tarqalgan va og'ir ko'rinishlardan biri bo'lib, yoriq butun tanglayni qamrab oladi. Bu holat ovqatlanish, nafas olish, so'lak yutish, eshitish va nutq funksiyalarining sezilarli darajada buzilishiga olib keladi. Yaqinda yutqunda bosim hosil bo'lmasligi natijasida bola ayrim tovushlarni ayta olmaydi. Kombinatsiyalashgan yoriqlar, ularning klinik ahamiyati va oqibatlari. Ba'zi bolalarda lab yoriqligi tanglay yoriqligi bilan birga uchraydi. Bunday holatlar lab, alveolar, tanglay yoriqligi yoki kompleks tug'ma deformatsiyalar sifatida tavsiflanadi. Bu yoriqlar quyidagi og'ir oqibatlarga olib keladi. Ovqatlanishning buzilishi, emish mexanizmining buzilishi, og'iz bo'shlig'ida bosim hosil bo'lmasligi tufayli bola ovqatni to'liq qabul qila olmaydi va vazn yetishmovchiligiga sabab bo'ladi. Nutqning buzilishi, tanglayning to'liq birikmasligi natijasida bola tovushlarni to'g'ri talaffuz qila olmaydi, havo burun bo'shlig'i orqali chiqib ketadi, rinofoniya yuzaga keladi. Nutq terapevti va jarrohlik kirituv bo'lmasa, nutq shakllanishi ancha kechikadi. Yuz, jag' tizimi deformatsiyalari. Burun, lab, alveola va tanglay birikmalarida og'ir deformatsiyalar yuz simmetriyasini buzadi. Bu psixologik bosim, jamiyatga moslashuv qiyinligiga olib keladi. Murakkab jarrohlik yondashuv. Bunday yoriqlar ko'plab bosqichli, uzoq muddatli jarrohlik tashxislash va tuzatish talab qiladi. Lab plastikasi, tanglay plastikasi, ortodonik tuzatish, nutq terapiyasi, ba'zan burun rekonstruksiyasi. Tanglay va lab yoriqlari tug'ma jag' tizimi deformatsiyalari bo'lib, ularning og'irlik darajasi yoriqning joyi va tarqalishiga bog'liq. Qattiq va yumshoq tanglayning to'liq yoki kombinatsiyalashgan yoriqlari bola hayot faoliyatining eng muhim funksiyalariga, ovqatlanish, nutq, nafas olish, emish va yutish jarayonlariga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yoriqlar ko'pincha lab yoriqligi bilan birga kechib, murakkab jarrohlik va ortodonik davolanishni talab qiladi. Bunday bolalarda emish mexanizmi buzilishi tufayli ovqatlanishda qiynalishadi, nutqda rinofoniya paydo bo'ladi. Yustachinnayi faoliyati izdan chiqishi esa o'rta otitning takrorlanishiga olib keladi. Yuz, jag'ning morfologik o'zgarishlari nafaqat funksional, balki psixologik va ijtimoiy moslashuv muammolarini ham keltirib chiqaradi. Shuning uchun lab, alveolar, tanglay yoriqliklarining erta aniqlanishi, kompleks va bosqichli davolash, jarrohlik, ortodonik va logopedik reabilitatsiya bolada to'laqonli hayot sifatini tiklashning eng asosiy omili hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.